Assalomu alaykum tug'anlar. Biz Getsiz avtounasini monitor bilan zadniy kamera qo'yib beramiz. O'ziniki prosto ekan. Hozir mana yerga полный Androidlar bilan, ramkalar bilan tushadi. Zadniy kameralar bilan. Monitorni qo'yib berdik. Bunday krutilkalar bilan multirullardagi ishlayib o'tadi. Buga predniy registratorni qo'yib berganmiz. Android qo'llanib turgan. Mana zapis qilib o'tadi. Zadniy kameralar ham ishlaydi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, banashga chevirasizlar. YouTube'da ham ishlayib o'tadi.